Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Men siz bilan hayot arxitekturasi, ya'ni koordinata chizig'ida qanday harakat qilamiz ekan, bu haqida siz bilan bo'lishmoqchiman. Podpiska tugmasini bosing va albatta siz eng ajoyib sirlarni olishga muvaffaq bo'ling. Qarang. Koordinata chizig'ida bu tomon ruhiyatniki, Alloh taolo bergan har bir talantlarimiz va ruhimiz. Endi qarang. Bu yerda taqdir chizig'imiz, bu yerda ajdodlar bilan ulanadigan tomirli chizig'imiz deb aytsak bo'laveradi. Ota-onadan, opa buvilardan biz ta'nani olamiz, albatta. Endi qarangki, ikki miyamiz borligi uchun ikkala miyamizda aql bor. Endi mana bu yerda ong, endi inson ikkala miyasini ruhiyatiga ulagan paytida ongli insonga aylanadi. Ong degan nima degani? Inson anglaydi, har bitta qilayotgan ishini anglab qiladi. Endi qarang, mana bu yerda agarda biz 100 ming dollarga chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsak bir oyda, ota-onamiz agar dasturida yashaydigan bo'lsak, aql bilan nimaga chiqa olmaysiz deydi. Bu yerda oddiy qarash kerak. Bu yerda hech haliga inkor emas. Agarda dastur ota-onadan qolgan bo'lsa, ota-onamiz 100 ming dollarga chiqqan bo'lsa, chiqamiz. Dastur to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Agarda biz 100 ming dollarga ota-onamiz chiqmagan bo'lsa, unda biz onglilik tomonga o'tishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda endi asl o'zimizda taqdir yo'nalishimizda yurishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni yangi dastur, aynan sizga tegishli dastur. Bu yerda ota-ona ham hisobga olinadi, aql ham hisobga olinadi. Bular rozi bo'lmagangacha mana shu qismingiz, tana, ikkala miya rozi bo'lmagungacha bu etapga chiqish qiyin bo'lar ekan. Endi biz onglilik holatida qachon markazda turamiz? Markazda nimaga turishimiz kerak? Endi qarang. Markazda o'ta achchiq mana bu tomon dedik, o'ta shirin bu tomon. O'ta achchiqni ham yeya olmaymiz, o'ta shirinni ham. Shuning uchun bizga o'rtachasi yetarli. Endi qarang, o'ta sovuq va o'ta issiq ikkoviga ham chidamaymiz. Shuning uchun bizga iliqlik yaxshiroq. Mana shu uchun biz mana shu joyda turishimiz kerak. Bu yerda turish uchun inson o'zini o'rganishi kerak. Men kimman? Masalan, men bu savolga ko'proq raqamlar orqali o'zimni topganman. Chunki aql, ikkala miya aniqlikni yaxshi ko'radi. Endi qarangki, ruhiyat. Siz agar 100 ming dollarga chiqmoqchi bo'lsangiz, dastur va ruhiyat bo'yicha Allohga ishonch va albatta siz keyin qadam qo'yasiz. Shuning uchun